Hurmatli talabalar, bugungi fanimiz O'zbekistonda yer suv munosabatlari, ya'ni qadimgi davrdan to ya'ni hozirgi kungacha, mustaqillik davrigacha bo'lgan fanni o'rganamiz. Bu magistr yo'nalishi uchun, tarix magistrlari uchun bugungi o'tadigan mavzumiz O'zbekistonda mustaqillik yillarida yer suv munosabatlari. Demak, mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Birinchisi, ya'ni qishloq xo'jaligida yer suv resurslari, ulardan samarali foydalanish yo'llari. Ikkinchisi, mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan agrar iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlari. Uchinchisi esa qishloq xo'jaligining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyati degan mavzu asosida tuzilgan rejalarda to'xtalamiz. Demak, bugungi mavzumizning avvalambor tarixshunosligi va manbashunosligi nimalardan iborat? Mavzumizning tarixshunosligi avvalambor ushbu mavzu 1991-yildan to hozirgi kungacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Ushbu katta davrda yerni davlat tasarrufidan chiqarish, ya'ni xususiylashtirish, mulkni xususiylashtirish kabi tarixiy jarayonlarni qamrab oladi. Ya'ni mavzumizning manbashunosligi avvalambor O'zbekiston Respublikasida, ya'ni yer kodeksi, O'zbekiston Respublikasining suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonuni, bundan tashqari qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qonun va me'yoriy hujjatlar, bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-30-yillarga mo'ljallangan, ya'ni strategiyasini o'sha 58 va 53-sonli prezident farmonlarini o'z aksini topgan mavzuni o'rganamiz. Demak, mavzumizning birinchi rejasi qishloq xo'jaligini, ya'ni mamlakatimiz iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyati nimada iborat? Bilamiz, bizning mamlakatimiz agrar mamlakat hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo'jalik tarmog'i muhim ahamiyatga ega. Chunki respublikamiz aholisining 48,4% qishloq joylarda istiqomat qiladi. Ularning turmush farovonligi yoki bo'lmasa, albatta turmush farovonligi qishloq xo'jalik tarmog'ining rivoji va uzviy bog'liqligini bilamiz. Bundan tashqari mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot tarkibida, ya'ni qishloq xo'jalik tarmog'i sezilarli salmoqqa ega ekanligini biz yaxshi bilamiz. Demak, mustaqillik yillarida iqtisodiy tizim bu qishloq xo'jalik mahsulotlari va ularni qayta ishlash hisobiga olingan mahsulotlar mamlakatimiz jami eksport tarkibida sezilarli salmoqni egallaydi. Masalan, 2009-yilda mamlakatimiz eksportining 8,6%ni faqatgina paxta tolasi hissasiga to'g'ri kelgan. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida, ya'ni bozor iqtisodiyoti talablariga mos iqtisodiy munosabatlarni shakllantiradigan huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishini ta'minlash imkoniyatlarini beradigan tadbirlar ishlab chiqildi va izchil amalga oshirilmoqda. Endi demak, mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan agrar iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat? Biz bilamizki, mustaqillik sharofati tufayli respublika iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri agrar sohani rivojlantirishda qator iqtisodiy islohotlarni amalga oshirildi. Qishloq xo'jaligida turli mulkchilikka asoslangan, ya'ni erkin tovar ishlab chiqaruvchi subyektlar shakllandi.
dehqonlarning mulkka egalik qilish hissining ortishi yoki bo'lmasa erkin iqtisodiy faoliyatni yuritishi, daromadlarni o'z xohishiga ko'ra mustaqil, ya'ni taqsimoti hamda ya'ni tasarruf etish imkoniyatini beradigan xo'jalik yuritish shakllarini mazkur tarmoqqa joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. Albatta, respublikamizda qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan islohotlardan yana biri bu tarmoqda yer, suv resurslaridan unumli foydalanish mexanizmlari ishlab chiqildi. Ya'ni hayotga tatbiq etildi. Yer, suv resurslaridan foydalanish tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Ya'ni biz bilamiz, ya'ni respublikamizda yer, suvga egalik qilish, ulardan maqsadli hamda maqsadga muvofiq samarali foydalanish borasida munosabatlar tizimi, ularni amalga oshirish tartibi ko'rsatilgan. Yer, suv resurslariga egalik qilishning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida yer, suv, boyliklar, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylik ekanligi, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir deb belgilab qo'yilganligi va respublikamizning jami yer maydonining umummilliy boylik davlat mulki sifatida egalik qilish huquqi O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi bo'lgan Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan. Oliy Majlis o'z vakolatidagi yer munosabatlarining ayrim masalalarini, ya'ni xalq deputatlari, qishloq, tuman, shahar, viloyat xalq deputatlari kengashlari va ularning ijroiy qo'mitasining zimmasiga yuklatilgan. Ular yuqorida keltirilgan me'yoriy hujjatlar talablaridan kelib chiqqan holda yerlardan oqilona, samarali foydalanish maqsadida foydalanuvchilarga ma'lum muddatga, ya'ni haq to'lash evaziga foydalanish uchun berilmoqda. Endi respublikamizda qishloq xo'jalik hududlarida yashayotgan fuqarolarga umrbod foydalanish uchun 1990-2002 yillar davomida 600 ming gektarga yaqin, ya'ni qishloq yerlari bo'lib berildi. Bu maydon Andijon viloyatining qishloq xo'jalik yerlariga nisbatan 2,2 marta, Farg'ona viloyatiga nisbatan 1,8 barobar ko'p edi. Yerlarni, ya'ni berish natijasida 3,2 milliondan ortiq oilani yer bilan ta'minlanganlik darajasi hozirgi davrda, ya'ni qondirilgan 2001-yilning boshiga kelib, ya'ni mamlakat aholisi ixtiyorida 625,8 ming gektar, ya'ni tomorqa yerlar bor edi. Aholi o'zlariga berilgan yerga qonun doirasida egalik qilish, undan samarali foydalanish natijasida, ya'ni yurtdoshlarimizning qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlashda juda katta ulkan hissa qo'shib kelmoqda. Endi albatta qishloq xo'jaligida soliqlar tizimi ham takomillashtirib borilmoqda. 1999-yilgacha qishloq xo'jalik korxonalari, ya'ni daromad, yer, suv, mulk, boshqa turdagi soliq to'lovlarini to'lar edi. 1999-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jalik korxonalari yagona yer solig'ini to'lamoqdalar. 2011-yilning holatiga ko'ra yagona yer soliq stavkasi
yerning me'yoriy qiymatini, ya'ni 6% miqdorida belgilangan. Ya'ni yagona yer solig'ining joriy etilishi xo'jaliklar uchun ancha qulayliklarni tug'dirmoqda. Chunki mazkur holat soliq miqdori, yerlarning o'sha holati, unumdorligi yoki ekilgan ekin turiga qarab turib hisoblashga imkon yaratdi. Hamda soliqlarni hisoblash, to'lash jarayonlari bugungi kunda ancha soddalashtirildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda hukumatimiz tomonidan sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha jami ko'pgina islohotlarni amalga oshirilmoqda. Ushbu sohaga taalluqli 2008-2012 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi qabul qilindi. Maxsus jamg'arma, ixtisoslashgan lizing kompaniyasining tashkil etilishi va bu ko'plab me'yoriy hujjatlarni qabul qilinishiga olib keldi. Endi prezidentimiz tomonidan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonlik yili deb e'lon qilindi. Bu maxsus davlat dasturini ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilishi yanada qishloq xo'jaligining rivojlanishiga, qishloqlarda hayot darajasini oshishiga, ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlanishiga, qishloqlarimizning qiyofasini o'zgarishiga, zamonaviylashuviga, qishloq aholisini munosib turmush sharoitlarini yaratib berishga qaratilgan chora-tadbirlardan biri edi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida o'tgan asrning 80-yillarning oxiri, 90-yillarning boshida 887 ta jamoa xo'jaligi faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, respublikamizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotining 35%ni berar edi xolos. 2009-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra Surxondaryo viloyatining fermer xo'jaliklar soni 15103 ta bo'lib, ularga biriktirilgan umumiy qishloq xo'jalik yer maydonining 696.908 gektarni tashkil etgan. Ularda band bo'lgan aholi 162.000, ya'ni 863.000 kishini tashkil etdi. Yollanma ishchilar soni esa 444.639 kishini tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 6-oktyabrda fermer xo'jaliklar faoliyatini, ya'ni yaxshilash, bundan tashqari yer uchastkalari miqdorini maqbullashtirish tadbirlarini ko'rish yuzasidan takliflar ishlab chiqish va ular bo'yicha maxsus komissiya tuzish to'g'risida farmoyishga muvofiq, ya'ni viloyatda fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan yer maydonlarining hajmi qayta ko'rib chiqildi va ushbu tadbirdan so'ng faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklar soni 7458 tani tashkil etdi. Mana bu jadvalda mamlakatimiz hududlari bo'yicha sug'oriladigan ekin maydonlarining viloyatlar kesimida taqsimlanishi ko'rsatilgan farqlari bilan. Mana bugungi mavzumizni mustahkamlash uchun ya'ni sizlarga, talabalarga topshiriqlar berdik. Bu topshiriqlar mavzuni yanada mustahkamlashingiz uchun yaxshi imkoniyat beradi. Bo'ldi.